Salom, keling tanishib olamiz. Mening ismim Aziza. Men aslida ingliz tili o'qituvchiman va bu sahifada ota-onalar hamda o'qituvchilar uchun bolalar rivoji va ingliz tili o'rganish bo'yicha foydali maslahatlarni ulashaman. Bakalavrni jahon tillari, magistraturani esa xalqaro biznes bo'yicha Xitoyda o'qiganman. Hozirda esa psixologiya bo'yicha shogirdlik kurslarida tahsil olyapman. Ta'lim va kitobga bo'lgan muhabbatim bilan Brainies Corner nomli bolalar uchun inglizcha kitoblar do'konini ochdim. Shuningdek, Metod va Gross Academy o'quv markazlarida mentor va metodist sifatida ishlaganman. Tajribam turli ta'lim muassasalarida shakllangan. Akademik litsey, Idumi, Xitoyda xalqaro bog'cha va har xil yoshdagi o'quvchilar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lganman. Upgrade Teachers Training kursini yaratganman va u orqali 100 ga yaqin yosh bolalarga dars beruvchi ingliz tili ustozlari ta'lim berish uslubini tubdan o'zgartirdi. Men ilmiy va ta'lim muhiti ichida ulg'ayganman. Dadajonim nevropatolog, ayajonim esa rus tili filologi. Shu sabab ta'lim va bola rivojlanishiga doimiy qiziqishim bor. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman va bu yil o'zimga naqd 52 ta kitob o'qishni maqsad qildim. Ko'ramiz yil oxiriga qadar nechta kitob tugata olarkanman. Bir dona o'g'lim bor, ismi Akramboy, inglizcha ismi esa Alan. Unga 4 yoshdan boshlab ingliz tili o'rgataman. Biz uchun ingliz tilini o'rganish va kitob o'qish o'ziga xos sarguzasht. Men nafaqat bolalar, balki o'qituvchilar va ota-onalar uchun ta'limni qiziqarli qilish yo'llarini yarataman. Kurslar, treninglar, kontent barchasi bolalarga haqiqiy natija beradigan ta'limni shakllantirish uchun. O'zimni juda ham yaxshi ko'raman. Shu sabab sport va sog'lom ovqatlanishni kanda qilmayman. Sizga ham sog'lom hayot kechirishga motivatsiya beraman. Sahifamni kuzatsangiz, ta'lim va farzand tarbiyasiga bo'lgan qarashingiz albatta o'zgaradi. Bolalarga boshqa nigoh bilan qaray boshlaysiz. Agar siz meni anchadan buyon kuzatayotgan bo'lsangiz, nima sababdan kuzatishingizni, sahifamga yangi obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizni yana nimalar qiziqtirishini izohlarda yozib qoldiring. See you around.